Bu dunyoni oldi berdi dunyo desak ishonasiz azizim. Biz qancha ne'matlarni olamiz, vaqt olamiz, kerak emas narsalarni olamiz va kerak paytida albatta beramiz. Lekin bu olamda shunday bir inson borki, u faqat berishni biladi. U umrini beradi, vaqtini beradi, ilmini beradi, jonini beradi. Bu inson albatta ona. Agar onangiz sizdan biror narsa so'rasa, hech ikkilanmay rozi bo'ling va bajaring. Chunki u bu qarorga kelguncha necha marta bu fikrga kelgan, qaytgan, qo'y, so'ramay, bolamni qiynamay, o'zini bola chaqasiga yaratsin degan andishalarga borgan. Lekin ahd qilib so'radimi? Siz uni bajaring. Bordi-yu, so'ramay qo'ysa, siz so'rang, azizim. Ona, ko'nglingiz nimani tusayapti? Nima xohlayapsiz, onajon deb so'rang. O'shanda jannat sizniki bo'lishiga ishonaman. Omon bo'ling, azizim.